Tağ yollarını aylanıp yürüp charchagan əsəblərim xilil aram tepib qaldı. Tağ dalalarda kezib yürüp, asman gümbüzüge texim yaqin bolğan edim. Zihnim süzülüp, roşanleşken edi. Adamni sağıtadigan salqin tağ havasını sümürgençe, sıqılgan yürküm azadlışıp qalgandek bulup, özümni quştek yengil es qilishqa başladım. Çolpan bilen bir atni növbetleşip minip, taki men aldıda, o arqamda mingeshgan holatda safarimiz davom qilyotdi. Күчлүк quyosh nuri uning ap-aq yuzlarini ko'ydirgan bo'lib, bug'doy o'nglashib ketgan edi. Mana endi bek qasrdagi asli holatiga qaytgan edi. Xushal, baxtli ko'rinatdi. Lekin boshdagi kunlarda bir oz qiynaldi. Chunki ko'nib qolgan issiq Osmonli hammami yo'q edi bu yerda. Ufangliklarning yo'qligidan ancha-muncha qaqshab qo'yatdi. Balki uni eng parishon qilgani yuqori tabiiy kishilarning oyoqi uzilmas iltifotlarining yo'qligi edi. Tağdaki insanlar tabiiy fitratlarda yaşaydı. Ayollarmı növbeti kelgende erler bilen tang hamma ishni qiladi. Uning atrofidagi muhit haqiqatan bakil o'zgargan. Yangicha bir dunyoga kelib qolgan edi. Yuqorida zikr qilingan shuncha qiyinchiliklarga qarshi u yangiliklarga o'zini ko'ndirishga tirishadi. Xushalliqni yoshirmaydi. Turib heliq hikoyasini, Bovdungni qandoq ujuqtirganligini, Bovdungning yalvurib yilinishlarini so'zlab bermaydi. İş qilgan ishidan faxrlanganligi aniq edi. Uzun so'zilgan mushaqqatli safardan keyin Oltay tog'iga yetib keldik. Bu yer Xitoylar va ruslarning beshini qaydirib o'tgan va ruslarni do'rab kommunistlashgan ba'zi xoinlar bilan tutishayotgan Osman Baturning qarorgohi edi. Osman Batur beqishlari keskin, shap burut, quyuq soqolliq, burni bir oz cho'ng, bastlik va ig'ir-besiq kishi bo'lib, ko'p o'ylanib az gap qiladi. U va atrofidagi qo'llag'uvchilar bilan tanishdim. Hammasila tog'ning so'ngakka o'tadigan sovuqidan qo'g'inish uchun qalin kiyimlarni kiyib edi. Bu erkaklar yillardan beri buran chapqunlarga, dushmanning hiyli nayranglarga, hatto o'lim xavfiga mislsiz jasorat bilan ko'krak kergan botir azimatlar edi. Ularning Allohu akbar sadolari tog'larni larzaga soladi. Tağ qo'zg'olonchilarining bir necha markazi bor bo'lib, men bu markazlar orasida aylanib yurib, xalq orasida ko'rgan anglaganlarimni, dushmanning xalqimizni yo'qotishga qo'llanayotgan vahshiyliklarning tafsilotlarini qo'zg'olonchilarga yetkazdim. Ba'zida jiddiy harakatlarga qatnashatdim. Razvedka vazifalarini o'taydim. Oxirgi nishonim Osman Baturga yaqin bo'lish edi. Chunki aslida men tava bo'lgan va birga jang qilgan sabdoshlarimmo shu yerda bo'lib, u yerda xizmatda bo'lsam, Mansur Durg'i bilanmi uchrasha oldim. Oxiri etimizmi o'lib qoldi. Tog'dagi kichik, aholisi shalang bir qishloqqa kelib tushgan qildik. Havomi xeli yumshab, illib qolgan edi. Bu yizida bir necha kecha turib qoldik. Bu safar qachongacha? deb so'radi Cho'lpon. Doim safar ustida bo'lamiz. Oldimizmi, keynimizmi safar? Bek charchatdi meni. Urush degan mushundoq, charchsangmi amal yo'q. Men uni demadim. Nimin deding amsa? Nikoyimizni qilishning payti tex kelmadimi? Sen doim fursatlarni chang tutmaysan. Bek qasrdagi oxirgi ko'rishishimiz esondidu. Shu chog'da unugan bo'lsang kashki. Uning qo'llarini siyliqqina tutdim. Olqinimni yuziga yoqib turdi. Musholatda xeli uzoq turdik. Lig'irlab turgan ko'zlarini menga tikib, Qachongacha mushta yurimiz? dedi yumshoqqina. Musulmon barya bo'lgandan keyin mollam bordi aqchan, dedim. Men chiqib surishtirib baqay. To'xta Cho'lpon, menga qo'y o ishni. O'zimni cheksiz baxt ichida his qilyapman. Biz bek tavakkul qilyapmiz. Nimish qundaq deysan, Mustafa? O'zimizning bolaliq bo'lib, ularni cho'ng qilib baxtli qilgudek uzun yashay olishimizga ko'zing yetadi. U tarafini Allohga qo'y. To'yimiz nihoyat oddiy sodda bo'ldi. Qishloq ahli qatnashdi. Kichik qizlari usul o'ynab, qo'yishlar o'lan aytib, dumbur chiritib degandek qizitib berdi. Yedik, ichdik. 10 kungacha vaqtni unutgan holda hayotning fayzini surdik. Ondan Cho'lpon yenida qolgan butun zib-zinatlarini sotdi. Uning puliga 2 ot elib yo'limizga davom qildik. Jinim, uyimizni ash yerga azmatlarning yeniga borgan tutamiz. Ular balları, ayollari va erlari bor bir butun jamiyat. Ularning butun mashg'uliyati jihad.
Cihad hürlük demektir, erkinlik demektir. Bu jang Allah rızası üçün fərz. Öz vətənimizin xo'jasiga aylangan chag'imizda texmi go'zal va ko'rkam hayotga olishimiz. Cho'lpon bulutlar bilan qoplangan ufqqa qarab kulimsirab turib, Seningcha hozirgi minutlarimizdami go'zal hayot bormi? dedi. Bar jinim bar. Tinchlik yetib kelgan, islom diyori musulmonlarning qo'liga qaytgan, dushman oldiga qaramay qochganda. Ana shu chog'da biz hayotning fayzini suralaymiz. Haqiqiy baxtning ta'mini tetiy olaymiz. Biz yuksak qoyalar uchun yashashimiz lozim. İkkimizning orasidagi muhabbatdanmi ulug'vor va yuksak bo'lgan ma'nolar uchun. Shu chog'da butun Turkistonda abadiy sevgining kuylari yangraydi. Sen, men va sabdoshlarimiz shu muqaddas kuyning go'zalligining va abadiyligining siri bo'lib qolamiz. Mana shu chog'da yer yuzida turib jannatda yashagandek bo'lamiz.